Assalomu alaykum birodarlar. Mana Qabadiyondan, Zohidjon, Suxondan bizning hijomamizga kelibdi. Mana fito boshqada o'tiribdi. Zohidjon, qanday bo'lyapti? Zo'r bo'lyapti. Hoji akamizning nimasiga metro katelikka kelib beringlar. Musofirdagi barcha aka-ukalar kelinglar. 1000 rubl, 2000 rubl hech gap emas. Kelajakda o'laylik kelinglar hoji akamning nimasiga. Birorta nima yo'qmi? Bilan haligi kelgan yo'qmi? Bilan ilhom kelgan yo'qmi? Shu hijoma shu bizning haqimizda biron narsa yo'qmi? Ilm fan yo sehru afsunlarga mohir bo'lsa ham, chehrasida oy oftob nurlari zohir bo'lsa ham, yer ko'kda har nechuk ishga qodir bo'lsa ham, el ichida bo'y egib ta'zim qiladigan qolmasin. Ayting el aro hech kim hoji akamning hijomasidan tabobatidan nazardan qolmasin. Kelingizlar aynalar. Maşallah. Hozir nasibsa chiqasiz. Bu yerda Termizlarda chay turibdi. Hijoma olamiz. Chay turibdi, keyin hijoma olasiz inshaalloh. Inshaalloh. Shu o'zimizning birodarlar mana shu kelingizlar mana hijomaga va akalarimiz kelibdi. Mana shunday qilib hijomalarni qilib qo'yamiz inshaalloh. Hozir yana hijoma qilamiz inshaalloh. Kam qo'yib, hammasini matashib qo'yib beramiz. Shartuz Qabadiyon Beshkent kelingizlar. Chirik, Jarqo'rg'on hammasi kelinglar. Peshtosh kelingizlar Zaymakda. Yaxshimi ekan aka? Yaxshi ekan. Muomalamiz qanday? Albashi, gap yo'q. Qol. Bundan biror joyda ko'rmadim. Rahmat. Hozir yana buyog'ini yana ko'rsatamiz bolalarga inshaalloh. Inshaalloh.